Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum tajribali ustalar kanalining obunachilari. 2026-yilda tomga pena lombos qilish nech pulga tushadiganlar uchun Farg'onaning Qo'qoniga kelganmiz. Namanganda Uchqo'rg'onidan ustakalar Qo'qon shahriga mana shunday katta ob'yomga quyib beryapti ekan. Hozirgi kunda metr kvadrati nech pul, nech qalinlikgacha quyiladi, qayerlargacha borib xizmat ko'rsatadiganlarga ustakalarimiz bilan birgalikda sizlarga ma'lumotni beramiz. Bo'lmasa videomizni boshladik. Assalomu alaykum ustaka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Xudo xolasa sezonlar boshlandi. Xudo xolasa mana kunlar esa ishlarimiz boshlandi, xudo xolasa. Inshaalloh. Mana bahor fasli yaqin, Ramazon hammaga muborak bo'lsin ilohim. Xo'p, ustaka hozir mana shunaqangi katta ob'yomlarni ham quyishni boshlabsizlar, ha? Boshladik, xudo xolasa. Shu videoni boshida so'ramoqchiman, aka, shunaqangi katta ob'yomga quyapsizlar, ha? Mana ochiq joy. Tavsiya berasizmi? Doimo ochiq turaverishiga, yomg'ir, nam o'tmaydimi? Nima deysiz? Yo'q, aka, tavsiya bermaymiz. Buni tomini обязательно yopish kerak. Bu shu quyilgan bo'yicha qolishadi deb aytishgan ekan. Yo'q, buni ustidan yopmasak bo'lmaydi deb ta'kid qildik. Usti ochiq holatda qolib bo'lmaydi. Tavsiya qilmayman usti ochiq yerga. Asosan shiperlar tagi yopilgan yerlar bo'lsa yaxshi bo'ladi asosan. Juda ko'p videolarda akamiz bilan birga qilganmiz xonadonlarga quyilgan joylarini. Xo'p, aka, hozirgi kunda misol uchun buni necha qalinlikda standart eng kami necha quyish kerak o'zi aslida? Endi eng kami biz mana vodiy sharoitida 5-6 santimetr ham bo'ladi. Endi sovuqroq yerlar, tog'li yerlarga 7-8 quyapmiz. Molxonalar tepasiga, xashak bosiladigan yerlarga 10 santimetr quyib beryapmiz. Bu mahsulotni misol uchun loy lombos qilgani, loy lombosi misol uchun yorilib ketgan joylarga ham ustidan quyib beryapsizlar, ha? Ustidan quyib beryapmiz. Zo'r bo'ladi navbatdan. Sovuqda shu yorilganlar yo'q qiladi, sovuqda ushlaydi aka. Chiqqan kalamishlardan, qurt-qunusmalardan qutuladi, xudo xolasa. Buni afzallik tarafi nimada aka? Loy lombosdan afzallik. Loy lombosdan afzallik tomoni, birinchi tomoni sovuqligi yaxshi aka, sovuq yaxshi ushlaydi. Materiallarga yuk tushmaydi. Loydan yengil. Loydan yengil bo'ladi aka. Loydan yengil, ancha yengil bo'ladi loydan. Svet to'klardan, o'tinlardan ancha ekonomika bo'ladi, sovuqliklari yaxshi. Tushunarli. Endi eng qizig'i bir kunda necha kvadrat quyib qo'yasizlar shunda? Aka, xudo xolasa suvdan muammo bo'lmasa, suv to'kdan. Bir kunda shu 150-160 kvadratgacha bemalol quyuramiz, xudo xolasa. Bitta shunaqangi kvadratli tom bo'lsa, bir kunda yoqib qo'yar ekansizlar-da, to'g'rimi? 150 ya shu 1 kvadratli joyda bo'lsa, bir kunda xudo xolasa. Bir kunda yoqib qo'yasizlar. Uyda egasidan talab qilinadigan narsalar nima? Uyda egasidan aka suv to'k, shu bir kun yarim kun qoladigan bo'lsa, oziq-ovqat bo'ldi. Qolgan hamma materiallari hammasi o'zimizdan. Juda ham zo'r. Xo'p, hozirgi kunda buni metr kvadrati necha puldan quyilyapti aka? Misol 5 santimetrligi. 5 santimetrini vodiy bo'ylab 35 mingdan qo'yapmiz. 5-6 santimetrini. 5-6 santimetrni. 7-8ini 40 mingdan. 10 santimetrini 45 mingdan 50 minggacha qo'yib beryapmiz. Vodiyga. Vodiy bo'ylab. Toshkent vohaga qo'shilib qoladi. Ozgina shu yo'l kiralarimiz, mahsulotlarimiz borish hisobiga ozgina qo'shilib qoladi. Endi mana shu aytilgan narxni ichida nimalar sizlardan? Bular ichida biz shu mahsulotlar, mana shu quyadigan mahsulotlarimiz o'zimizdan, tagiga solinadigan materiali o'zimizdan. Materiali o'zlaringdan. Pena lombos deganda, ya'ni o'sha penasi, qo'shadigan pigmentlari, hammasi qopdagi mahsulotlar hammasi material sizlardan. Ya'ni o'zimizdan. Haligi misol uchun xonadon, mana savolni beray sizga. Misol sizga xonadoniga chaqiryapti, tom qanaqa holatda bo'lishi kerak? Bizga tom vassa to'sin tashab, vassa qoqilgan bo'lishi kerak, boshlari zardor urilgan bo'lishi kerak. Ana o'shanda siz aytgan material, material, tagiga soladigan materialimiz. Keyin qolgan quyib berish, mana bu mahsulotlar mehnatlarimiz hammasi o'zimizdan. 40 ming, 45 ming, 50 ming, shular hammasi shunaqa. Agar vassa qoqilgani hozirgi sharoitda ko'pchilik telefon qilib ana qilyapti, usta muammo bo'lib qolib, vassasini ham o'zlari ham qoqib beringlar deyapti. Vassasini ham holatiga qarab 15 mingdan 20 minggacha kvadratni qoqib ham beryapmiz. Juda ham zo'r. Vassani olib bersa o'zlari. Vassani olib bersa qoqib beramiz, chiroyli qilib. Gap yo'q. Juda ham zo'r. Mana shu teva qismini ham quyishgan ekan akalar. Faqat shu video boshida aytdik, iltimos shu narsaga e'tibor beringlar. Tevasi ochiq holatga
Garantiya bermaysizlar. Bermaymiz, to'g'rimi? garantiya bermaymiz. Chunki yomg'ir tinimsiz haftalab yog'adigan kun bo'ladi. Bo'ladi, 4-5 kunlab to'xtamay yog'adigan kun bo'ladi. Yomg'ir o'tishi mumkin, to'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, bu endi misol ko'pchilikdan savol bo'ladi. Yorilmaydimi, uqalanmaydimi deganlarga aka endi qanday endi hamma har xil ishlaydi. Qandaydir ba'zi payt shunaqangi holatlar ham bo'lib qoladi. Ishlaring sifatlimi aka? Ishimizga Xudo xolasa garantiya beramiz aka. Ishimizni yorilmasligiga, ezilmasligiga garantiya beramiz. Shunaqangi qattiq bo'ladi. Qadrdonlar, qo'ldan kelgancha ma'lumotni berdik. Mana ko'ryapsizlar, ustakalarimizdan bo'ldi. Xudo xolasa xonadonlaringga chaqiraverasizlar. Tepasi yopilgan, shifr qoqilgan joy bo'lsa, albatta juda ham zo'r bo'ladi. Ekranda nomeri bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar. Namanganlik ustakalarimiz Qo'qon shahriga xizmat ko'rsatyapti.